Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kecha hamma ko'rdi. Biz xohlagan narsa bo'lmadi. Biz plan qilib, buni qilamiz, uni qilamiz degandik. Allohning rejasini oldida biz rejalarimiz hech narsa emas. Hammasi yaxshilikka. Alloh bundan keyin nima bo'lishini biladi. O'shaning uchun bizga xohlamaydi, sinovga soladi yaxshi ko'rgan bandasini. Bu yutquzuq emas, chunki yutib turgan, urib turgan joyimizda prosta tiyib ketib qoldi, xolos udar mana shetimga. Mana shu udar meni yiqitib yubordi. Yiqilgan paytimda oyog'imga yuk tushib, oyog'imni ham sindirib oldi. Men yurakdan xohlagandim. Hatto ko'zlarimdan yosh chiqib so'ragandim Xudoyimdan. Keyin uydagilar ham telefon qilib aytishgandi. Yutsang, keyin $2000 bonus bersa inshaalloh o'sha bonusga bizni ro'za Ramazonda dadanglar bilan meni umraga jo'natib yuborasan deyishgandi. Xudo xolasa akkaunt qilib yutsam $2000 Xudo xolasa uydagilarni umraga jo'nataman deb juda ham xohlagandim. Nasib. Alloh bizga peshonamizga shu narsani soldi. Biz hech qachon Alloh bizga nimaki ko'rsa alhamdulillah deymiz. Bizda qaytish yo'q inshaalloh. Yana ham kuchli bo'lib qaytamiz. Doktorlar Xudo xolasa bugun javob berishdi, uyga kelib oldim. Xudo xolasa lecheniyalarni olib, yana ham kuchli bo'lib, Xudo xolasa ibodatlarni yana ham kuchaytirib qaytamiz. Hammaga kattagon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni Xudo xolasa juda ham xursand qilaman. Bilaman, mendan juda ham ko'p narsani xohlaysizlar. Yutishimni, sizlarni xursand qilishimni. Duo qilib, paddishga qilib turinglar inshaalloh. Kimdir xafa qilgan bo'lsam, ming bor uzr. Hammadan uzr so'rayman. Sog' bo'linglar.